Assalomu alaykum mo'min musulmonlar. Men sizlarga bir murojaat bilan chiqdim. Men hozir haqiqatdan meni bir qiynalgan hayotda chorasiz qolgan bir ona sifatida qabul qilib, iltimosimni bajo etishingizni so'rayman sizlardan. Meni o'g'lim Buxoroda hozir sinovli kunlarni 2,5 yildan beri o'tab kelmoqda. Bu vaqtda ichida men ijarada yolg'iz o'zim yashab kelyapman. Boquvchisiz qolganman. Bir qizim bor. Hozir shu uy ijarasini to'lash, keyin digarimda fibroz 4-stepin ulserozga o'tyapti deyilgan. Mana bir ko'zim travma olib ko'rmaydi. Bu ko'zim umuman xursandlik olib tashalgan. Bitta ko'zim bilan ko'rib yuruvdim. Bu ham katarakta bo'lib, hozir xira tuman ko'rishga qiynalyapman. Bunga ham hozir operatsiyaga borishim kerak. Rais mahalla 7taligi meni tekshirib, yordamga muhtoj deb yozib berishdi. Zakot, sadaqa qiladigan insonlar bo'lsa, oranglarda ehson qilishinglarni so'rayman.